ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya Federatsiyasining Moskva viloyatida mudhish bo'lgan holat yuzasidan turli xil kommentlar va munosabatlar, fikrlar bildirmoqda. Albatta, bu mudhish holat haqida gapiradigan gap har bir millat vakilida ko'p. Xoh rus bo'ladimi, xoh o'zbek, xoh tojik va boshqa millatga mansub shaxs. Achinarlisi bitta. 21-asrda hali ham fashizm, neonatsizm kabi illatlari bor. Kobul bolamiz bilan Xudo rahmatli qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Kobul bolamiz ham mana shunday mudhish fashist qotil qo'lidan vafot etgan. Gap bo'lish mumkin emas. Ukrainadagi bosqindan keyin Rossiyada harbiy qo'shinlar yetishmovchilikdan turli xil bosmalar migrantlarga nisbatan qilib, Ukraina bosqiniga ham jalb qilishini ko'rganmiz. O'xshamagandan keyin migrantlarga nisbatan haqiqatan ham aktiv migrant siyosat boshlandi. Rossiya Federatsiyasining endi bilmayman, huquq muhofaza qilish organlari yoki boshqa narsani migrantlarga nisbatan qanaqa munosabatda bo'lgani ham ijtimoiy tarmoqlar orqali hammamiz ko'rganmiz. Endi bitta o'rinli savol bor. 200 Putin janoblari hamisha fashizmga qarshi, natsizmga qarshi kurashayotgan qahramon sifatida o'zini ko'rsatmoqchi. Biroq Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyada mana shunday millat ustunligi ochiqchasiga ko'rsatilgan bo'lsa, bu nimani anglatishi mumkin? Rossiya Federatsiyasining siyosati ham qolaversa mashhur siyosatchilari janob Lavrov Zaxarovadan hamdardlikni bildirganini eshitib hayron qolganman. Odam shunaqa ham 200 bo'ladimi? Qolaversa Rossiya Federatsiyasining davlat siyosati fashizmga tayanib shakllanmoqda. Endi bu mudhish holatdan keyin o'rinli savol bor. Hozir Rossiya Federatsiyasining mutasaddilar o'zini oqlashga tushdi, qonuniy choralar ko'riladi va hokazo degani bayonotlar paydo bo'lgan. O'rinli savol. Federal xavfsizligi xizmati, Ichki ishlar vazirligi qayerga qaragan? Nima burni tagida unaqa Ruskiya община va hokazo tashkilotlar borligini bilmasmidi? Ajoyib, Ruskiya общinaga kim erkinlik berdi? Ularni hatto amon qo'riqlaydi. Mana Rossiya Federatsiyasining asli 200 siyosati, asli inson qadr-qimmati, asli bizga O'rta Osiyoga haqiqiy munosabati. O'rta Osiyo mamlakatlarida qolaversa, mana mamlakatimizda ham Konstitutsiyamizning 19-moddasida O'zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu konstitutsiyasiga muvofiq e'tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilgandan boshlab tegishli bo'ladi.
O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, diniy e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-moddasida O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy siyosiy hayot, institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas kabi normalar ko'rsatilgan. Mani fikrimcha, boshqa Markaziy Osiyoning davlat konstitutsiyalaridan xuddi shunday normalar belgilangan. Biroq Rossiya Federatsiyasida esa boshqacharoq. Bu mudhish ayanchli qotillik Rossiya Federatsiyasining siyosati yaxshilik bilan tugamasligi ochiqchasiga namoyon bo'lmoqda. Birinchi Putin janoblari uning idish to'rdoshlaridan butun dunyo yuz o'girdi ham desa bo'laveradi. Qolaversa, mana Markaziy Osiyoda ham o'zining hukmronligini yo'qotgan. Hatto oldin Tojikiston Respublikasiga balki gap o'tkazgan bo'lsa, men hayron qolaman agarki bu holatdan keyin Emomali Rahmon Putin bilan qandaydir munosabatda bo'ladi. Bu yerda mana bu 15 yoshli jonzotni ayblash to'g'ri, kerak. Biroq o'rinli savol, kim unga shunaqa sharoit yaratib bergan? Qayerga tegishli organlar ko'rsatgan, qaragan? Bu o'rinli savol. Albatta, bu voqea faqat ko'pchilik davlatlarda, ko'pchilik odamlarda qaysi dinga bo'lish qat'iyan nazir faqat nafrat uyg'ondi. Faqat nafrat. Albatta, bu holatdan keyin men oldin ham bir necha marotaba aytganman, imkon boricha Rossiya Federatsiyasiga bormaslik kerak. Hech qachon Rossiya Federatsiya bizlarga do'st bo'lmaydi. Hech kimga do'st bo'lmaydi. Hozir Ukrainadagi mojaro bu imperiyaning oxiriga olib kelayotgan mojaro. Endi Rossiya Federatsiyasining siyosatchilar bor kuchlari, bor ifloslikni, bor har xil uydirmalari ishlatib xalqni birlashtirmoqchi. Qolaversa, o'sha Ruskiy община va boshqa tashkilotlar bu Rossiya Federatsiyasining ayrim faqat savol bor, kimga ishlayotgan oligarxlarning mevasi. Mana bu holat aslida ular bizga qanaqa do'st ekanligini nafaqat tojiklarga, butun Markaziy Osiyo vakillariga ochiqdan ochiq ko'rsatdi. O'zim aytadigan bo'lsam, Emomali Rahmon bo'lganimda men o'sha Rossiya Federatsiyasining harbiy bazasini bitta joy tagiga tepib chiqarib yuborardim. Unaqa do'stdan ko'ra dushman bilan yashash arziydi. To'g'ri aytadigan bo'lsak. Men umid qilaman, hech qachon bironta Markaziy Osiyoning davlatida bunday mojaro sodir etmaydi. Qolaversa, bizlarda urf, odatchilik, boshqa millatlarga hurmat degani narsa bor. U yerda bunaqa narsa yo'q. Yana bir bor Qobul bolamizga joylari jannatda tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.